Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana biz hozir Farg'ona viloyatining Oltiariq tumaniga yangi mebelimizni o'rnatdik. Bu mebelimizni balandligi 2.35 balandlikka chiqdi. Lampochkalari bor. Plafonli fasonda deb nomlanadi. Hozir bu mebelimizni juda ham qulayliklari ko'p. Xudo xolasa bir qator sizlar bilan bu mebelimizni qulayliklarini tanishamiz. Bu mebelimiz rossiyskiy kashtan firma akrildan tayyorlangan. Fasadni ko'rinish polniy akril bo'lyapti. Eshik chekalariga plastmassa kromka yopishtirganmiz. Stanoyda bosilgan, suv o'tkazmaydi. Bemalol ishlatsa bo'ladi, chiqib ketmaydi. Xizmat qilishi yaxshi. Osham-oshalari vakuumligidan qo'yilgan, o'zi sekin yopib qoladi. Qo'lni qisib qolmaydi. Bu holatda yosh bolalarning qo'lini ham qisib qolmaydi. Xo'p, mebelimizni stoliga kelsak, stolning usti 2,5 sm qalinlikdagi rossiyskiy matviy stolishniца bo'ladi. Usti g'adir-budur bo'ladi. Bu pichoq bilan ishlaganda ham pichoqning izi chiqib qolib, chizilib ketmaydi. Xizmat qilishi zo'r. Fartugiga ham biz o'zimizning hisobimizdan granit bosib berdik. 60 ga 60 granit, qalinligi 0,8 sm bo'ladi. Bularni ham silikon germetika bilan yopishtirganmiz. Devordan sho'r chiqib yoki tushib ketdi degan muammolar bo'lmaydi. 100% garantiya beriladi. Xo'p, mebelimizni o'zini qulayliklariga keladigan bo'lsak, bu tomonda final tayyorlaganmiz. Bu finalimizda xo'p, asosan pastga katta gaz ballon qo'yish uchun joy tayyorlangan. Bunga 1 metrlik katta gaz ballonimiz tushadi. Yoniga taxta uxloq, shunga o'xshagan uzun-uzun narsalarni ham solib joylashtirsa bo'ladi. Xo'p, buni tepasiga hozir 100 litrlikgacha ariston qo'yish uchun joy tayyorlaganmiz. Bunga razvedkalarni ham qo'ydirib qo'ydik. Xudo xolasa shu kunlarda aristonni olib kirib o'rnatish niyatlari bor. Mebelimizni ichiga qo'shib bergan rakvinamiz hozirgi kunda eng yaxshi rakvinalardan bo'lib turibdi. Bu rakvinamiz bitta setkasi bor. Setkasi ichiga narsa to'ldirganda ham ichiga tushib ketib qolmaydi. Ikkinchi tomonga ham olib ishlatsa bo'laveradi. Ikkala tomonda ham mahkam o'rnashadi. Buni komplektida bitta gel qo'yadigan apparati bo'ladi. Bu gelni quyish uchun tagini ochish shart emas, tepasidan quyib turib, qaytarib ishlatsa, nasos singari ishlayveradi. Rakvinamiz, hop, tagida axlat yig'ib qoluvchi setkasi va buni rezinasi bor. Bu o'ziga o'zi tog'ora vazifasini ham o'taydi. Bemalol suv to'ldirib olib, idishlarni yuvib olib, yana ochib yuborsa bo'laveradi. Xo'p, materiali qalinligi ancha qalin rakvinalardan. Xo'p, shumizolyatsiya qilingan, suv tushganda taqragan ovoz chiqmaydi. Chuqurligi 25 sm gacha yetadi. Xo'p, bu mebelimizga yana bitta sushulkamizni qo'yganmiz. Sushulkamiz 3 etajdan iborat. Birinchi etajida tarelkalar tikka qilib qo'yiladi. Ikkinchi etajida chini piyolalar teskari qilib qo'yiladi. Xo'p, uchinchi etajida patnusi bor, nerjiveyka materialdan patnusi bor. Bunga tushgan silqinli suvlari shunga to'g'ri keladi. Rakvinaga to'kib yuborishga juda ham oson. Va yana qaytarib joyiga sekin kirgizib qo'ysa bo'ldi. Bu muammo tug'dirmaydi. Bizda hozir yangi modada bo'lgan Turkiya firmasidan gaz plitamiz va vitichkamiz kelgan. Hozir Andijon Jahon bozoridan eng optim joydan olib kelib o'rnatib beryapmiz. Akamizga ham o'zimizni hisobimizdan olib kelib o'rnatib berdik. Bu gaz plitamiz Immer firmasidan bo'ldi. Guyut ishlatish shart emas. Birinchi o'rinda spichkasi ishlaydi hammasiniki. Xo'p, 3 tasi gazlik, bittasi plitalik bo'lyapti. Plitasi ham oddiy spiralli plitalardan ko'ra kam xarajat, kamroq rasxod qiladi, lekin qizdirish darajasi ulardan ancha kuchli. Xo'p, bunda tepasidagi temirini cho'yanligidan olganmiz. Cho'yanlik temirimiz bu uzoq qaynatiladigan ovqatlarda, masalan, xamir ovqatlar qilganda yoki qaynatma sho'rvalarda o'zini tikkaligini yo'qotmaydi, egilib ketmaydi. Cho'yandan bo'lganligi uchun. Keyin katta ko'zlik konforkamizda 2 qator garelka yonadi. Bu 2 qator garelka yonganda alanga yaxshiroq yonib, tezroq ovqat pishirishga yaxshi bo'ladi. Endi buni ko'pchilikka tavsiya beramiz. Shuni katta garelkasini shu oldi tomonda joylashganini olishni tavsiya beramiz. Sababi orqa tomonda katta garelkasi joylashgan bo'lsa, qozonning qulog'i orqaga kafiliga tegib qolishi mumkin. Shuning uchun ko'pchilikka shu Immer firmasini katta garelkalik, ikkita garelkalik gazini tavsiya qilyapmiz. Xo'p, bu vitichkamiz hozir Zifler firmasidan vitichkamizni ham qo'yib berdik. Bu vitichkamiz ham sensorga, ham sharpaga ishlaydigan holatda. Xo'p, sensori
qo'l tekkizish shart emas. Qo'lingiz yog'lama bo'lgan holatda yoki xamir bo'lgan holatda ham ishlatsangiz bo'laveradi. Birinchi оборот, ikkinchi оборот, uchinchi оборот. Orqaga qaytarishda уже bunaqamiz vitishkamiz o'chadi. Bu tomonga yonish, ikkinchi tomonga o'tish bo'ladi. Xo'p, buni motori turbo motorlik, eng katta motor hisoblanadi. 150 lik turboda havo chiqib ketadi. Xo'p, bemalol duxovkani patnusini qo'ysa ham ko'tarib turadi. O'zining holatida xizmat qilishi zo'r. Sensor, svetlari bor, 3 yillik garantiyasi bor. Xo'p, hozirgi kunda $100 dan bizni Andijon Jahon bozorida turibdi. Ko'p joylarga olib kelib, ustanovkalarni qilib beryapmiz. Tayda duxovkasini qo'yib berdik. Duxovkamiz Artel duxovka 42 litrlik. Buni ham ikkita patnuslari bor. Bu ham ancha qulayliklarga ega, 2 qavat oynalik. Buni ham shu o'zimizning Andijon Jahon bozoridan optim joydan olib kelib berdik. Hozirgi narxi bugungi kunda 850 ming so'mga to'g'ri keldi. Mikrovalnovkamiz. Odamlarda o'zlarining uyida mikrovalnovkasi bor bo'lsa, shu mikrovalnovkasini razmeriga qarab turib ham joy tayyorlab beryapmiz. Bu joyni hop stoldan ko'tarib qo'yamiz. Mikrovalnovka xizmat qilishga ham juda qulay bo'ladi. Bemalol stolda archib to'rg'ashtirsa bo'laveradi. Ovqatlarni mikrovalnovka umuman hech narsaga xalaqit bermaydi. Mebel o'lchagani kelganda bu yerda sim chiqarib qo'yishlarini aytgan edik. Mana chiqarib qo'yishibdi. Hozir biz mebelni ichiga kirgizib qo'ydik. Bunga bitta razvedka qo'yib, o'rnatib qo'ysak, xudo xolasa xizmat qila oladigan holatda bo'ladi. Hozir bu mebelimizni hamma eshiklari vakuumli holatda bo'lgan, hamda tortmalarigacha vakuumli tortmalardan qo'yib berganmiz. Oxirigacha o'zi tortib oladi. Xizmat qilishi zo'r. Tepasida lampochkalari bor, bir qator lampochkalarni qo'yganmiz. Bu lampochkalarimiz 3 xil svetda yonadi. Har yonib o'chganda rangi o'zgaradi. Birinchi yonganda oq, ikkinchi yonganda seri, uchinchi yonganda maloshniga o'zgaradi. Kulchatirlarni ulab joylashtirib olishsa bo'ldi. Hali ulashga ulgurmadik, to'g'risi. Xo'p, bizda yana bonuslarimiz ham bor. Bu bonuslarimizdan sizlarni xabardor qilishni lozim deb topdik. Bizda asosiy bonuslardan bittasi mebelni ichiga bitta yumaloq rakvina qo'shib beryapmiz. Agar mana bunday setkasi va gel qo'yadigan apparatlari bor, to'rtburchak rakvina qo'yiladigan bo'lsa, bunga ozgina raznica qilib qoladi narxida. Xo'p, bitta yumaloq rakvina bonuslarda birinchisi hisoblanadi. Ikkinchi bonusimiz mebelimizni ichida ko'p joylarda xoladenlik bo'ladi. Xoladenlikni bo'yi bizni bo'yimizdan baland bo'lib, 1.70, 1.80 atrofida bo'ladigan bo'lsa, xoladenlik tepasiga ham bitta tumbichka yasab beramiz. Bu biz uchun bepulga tushadi. Sizlar uchun ham bepulga tayyorlab beramiz. Keyin hozirgi kunda biz yana bitta yangilik qildik. Toshkent viloyati To'ytepani Qorasuvida ham zakaz qabul qilish uchun ofisimiz bor. Bu yerda ham hozir o'zimizni mebellarimiz bilan joylashtirib yangi magazinimizni ochdik. Hozirgi kunda Andijon, Namangan, Farg'ona va butun Toshkent viloyati bo'ylab ham dastavka ustanovka xizmatlarini yo'lga qo'yganmiz. Bu dastavka ustanovkamiz mutlaqo bepul. Voha tomonlariga ozginagina, masalan bizni borib o'lchab kelishimiz, borib ustanovka qilib berishimiz, voha tomonlariga ham umuman bepul. Faqatgina voha tomonlariga biz mebelimizni olib borish uchun Isuzu mebel mashinasini yo'l kirasigina narxga qo'shilib qoladi. Shu mebelimizni balandligi 2.35, tepasida lampochkalari, fartugida kafellari, stalishniца rossiyskiy akrillari bilan 1 vagonometrini 2 million 200 ming so'mga tayyorlab berdik. Shu holatda yana mebel zakazlar bo'ladigan bo'lsa, pastga qo'yilgan nomerlarga telefon qilishingiz mumkin. Xudo xolasa sizlarga ham shunaqa chiroyli mebellarni sifatli tarzda yaxshi qilib yetkazib olib borib berishga harakat qilamiz.